Yaqinlarim qaraylik, Primo egasidan o'rtakash dallol yo'q, pul zariligiga hovlimni yarmini sotyapman deyaptilar. O'zlarini darvozalari o oldindan orqaga ham ko'cha ekan, mana to'g'ri kirib keladigan ko'cha ekan. Ko'targan narxiga berib yuboraman, unisi bunisi so'rayapti. Lekin qo'shnilar palonsumdan so'rashyapti, ular ancha arzon so'rashyapti. Lekin shunda ham ancha arzonga berib yuboraman deyaptilar. Qaranglar, bir sotigini 15 ming boshlanish narxi, yana undan o'tib beraman deyaptilar. Fasad 22 metr. Общий 16 sotikmi shunaqa ekan, 7 sotigini sotaman deyapti. Nobodo u odam kelib 7 emas 8 olaman yoki 7 emas 5 sotik olaman desa, sotasizmi desam gaplashamiz. Mana pastda egalarining nomeri. Bu qayerda ekan desanglar, Toshkent viloyati, Qibray tumani, 10 Qo'rg'on mahallasi, Qo'chqor Ochilov ko'chasi ekan. Shundoq kelsanglar, egasini o'zidan Primoy Qibrayliklar, yaqinlar, qaranglar, 22 metr bemalol bir 4 ta xonadon tushiradigan joy ekan. Agar kimdir sotib olib shotlarni qursa, ishoninglar, tekinga reklama qilib beraman. Javob. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, kanalga obuna bo'linglar. Qibraydan, 10 Qo'rg'ondan yer joy qidirib yurganlar mana pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar. Yaqinlarim, dindoshlarim, bunaqa joylarni ko'p qidirib yurishibdi. Shaxsan sizda ham bo'lsa, shunaqa joylar, bunday biyolarni ko'rsating, operator, jonim operator. Shunaqa joylar, yerlar kerak bo'lsa sizga tepadagi nomerlarga aloqaga chiqing. Zakazga ham uy joylar topib beryapmiz. Ko'pchilik yetar. Mana bunaqa, meni pulim bor, kamroq qolganini oyma-oy bo'lishga uy topib bera olasizmi deysan. Unaqaga ham topib beramiz. Ipoteka, subsidiyaga so'rashadi. Topib beramiz. Tepada nomerlarimiz. Shu uy kerak bo'lsa, mana shu yerimiz kerak bo'lsa, hujjatlari, svet, gaz, suv hammasi joyida. Qibray bot. Zo'r joylar, toza havo, kelib gaplashib olib qolinglar. Pastda egasining nomeri. Startviy narxi 15 ming. Kami bor, savdolashinglar, variantlaringlarni beringlar, bemalol taklifinglarni beringlar. Balkim sizlarda sal kamroqdir pul. Mamunchasini bering, qolganini sekin-sekin bering deb gaplashsa ham bo'ladigan joyi. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, videoni Qibrayliklarga tashab qo'yinglar, Qibraydan joy qidirayotganlarga ham tashab qo'yinglar, bitta kommentariyalarni yozib, layklarni bosib, shaxsan sizga nech pulga qatdan kerakligini shunday kommentariyaga yozib yuboring. Qatdan meni kuzatyapsizlar. Qatlardan video qilib chiqarishimiz xohlayapsiz. O'shalarni yozib yuboringlar, biz sizlar uchun xizmatdamiz. O'zbegim uylari. Sog' bo'linglar. Biz qaytdik.